Aylanmada hozir shu 5 kilo arpa yeb turibdi hozir. 5 kilodan maydonga chiqdik, ot tezligini ko'rishga. Rosa kuchga to'lgan polvon laqabli ot. Hoppa. Yomon ketarkan-a? Javohir aka bu 3-chisiga. Bu 3-chisiga. Kelishini qarang, kelishini. Assalomu alaykum. Biz Ot Uzubi kanalimizni kuzatuvchilari, podpischilari. Akalar, xudo xolasa bugun Toshkent viloyati Soldatskiydaman. Gulla. Xudo xolasa sizlarga bugun otning giganti ham bor ekan, o'rtachasi ham bor ekan, kichkinasi ham bor ekan mana. Bugun sizlarga 3 ta ot sotuvga qo'yilyapti. Biz shu otlarning ma'lumotini olamiz. Ot egalari Javohir aka, xudo xolasa bizga to'liq ma'lumot beradilar. Javohir aka emas, Javohir polvon desa, Soldatskiyda hamma taniydi. Javohir aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Rahmat aka. Sog'lik, salomatlik yaxshimi aka? Rahmat aka. Xo'p, aytgan otlaringiz xudo xolasa shular. Shular. Aytganingizcha bor ekan, katta ekan mana bu. Ha, bu katta. Bu kecha zominda meni yurganingiz mana shumi? Mana shu. Bu ko'klam 6 yosh bo'ladi. Ha. Shu bultur bir yil endi tarbiya 80-90% tarbiyasi bo'lib qoldi. Atak kechagi kun ham uloqda polni kichkinaroq uloqlarda 200-300 otda polni oldida yuradi aka bu. Ha. Oldida yuradi. Aylanmada hozir shu 5 kilo arpa yeb turibdi hozir. 5 kilodan ha? Yuri bor. Ulog'iga 100% javob. Bu joylar ulog'iga uzangini ko'zi kirgan. Uloq kecha mana aka, mana kecha ham mana kecha uloqdan kelgan mana yirtib yuborgan mana tini. Mana tilarni polni kecha uloqda yirtib yuborgan aka. Bostiradi baribir, ha? Baribir bostiradi-da. Oyoq qo'lig'ida. Oyoq qo'li, umuman ishiq, defekt umuman yo'q aka. Umuman hech nima qilmaydi ot aka. Yuvoshligi ham zo'r ekan. O'pishim yuvosh ot. Silishkim aka, tiydan o'tasizmi? Bir odatlari yo'q umuman. Jonivor ko'z tegmasa yaxshi narsa ekan. Bo'y basti baland. Javohirga bo'yi qancha chiqadi buni? Aka, men o'zim 180 manda. Ha, shunga qarab olaversin, mana bo'yim 180. Mayli 175 plyusga olaylik. 175 plyus, ha? Atak 80 ni ham bemalol undan ham bu yana o'sadigan narsa bu. Tagi Qozog'istondan kelgan o'zi. Tagi Qozog'istondan. 3 yoshlikda kelgan buni. Hamma biladi aka. Bu uloqlarda Buxoroda chovib yurgan aka. Buxoroda? Yo, Buxoro deb nomi Buxoro o'zi. Ha, o'zi nomi Buxoro. Nomi Buxoro. Buxorolik bir akaxon olgan buni, keyin menga o'tganda bu. Atak bu bozorchi yo'q ot emas bu ot aka. Jilovlari ham joyida. Bir yurg'izib bu yoqqa choptirib ko'ring-da bor. Bostirib, ha. G'ayratlari yaxshi, ha? Jilovda aka, sakriydi ot jilovda. Mana bosqinlar akalar. Hozir bir yengil qo'yib yuboramiz, otni ko'rasizlar. Bo'yini 175 dedilar. Kelishi Qozog'iston. Hozirgi yoshi 6 yashar, 3 yoshligida kelgan ekan. Kimga katta ot kerak bo'lsa, katta ot ishqibozlari, xudo xolasa mana otni zo'ri. Hoppa. Bir jilov qoqinchi. Ajoyib. Akalar, xudo xolasa otni yugurtirdik. Dahanalarni eshitdinglar. Xudo xolasa yugurishlari, tarbiyalari, uloqlari kelgan ekan. Bo'yini aytdik sizlarga. Aytilmagan ma'lumot qolmadi xudo xolasa. Kimga qiziq bo'lsa, shu otimiz sotiladi. Ha, laqabi qoldi aka. Ya, Buxoro dedingiz-a? Laqabi Buxoro. Adashdim bo'ldi. Laqabini Buxoro dedik. Buxoro deb so'rasizlar. Endi asosiy joyi narxida. Narx aka 12 ming kami bor. 12 ming, ha? Endi bir xil negativlar to'g'ri qimmat deyish mumkin. U ulog'i kelsa men javob bera olaman. Kelib uloq asosan men uyalib qolmayman otga, to'g'risida. 4-kuni Ohangaronda katta uloq bor. Ertaga ham bor. Normal uloq bor ertaga. Ertagami? Xudo xolasa kelib, uloqni chopib ko'rib, sinovdan o'tkazib. Bu otni tarbiya qilsa normallikda o'zing bilib turibsiz. Hali o'spirim. Hali toy. Kelajagi oldinda. Xo'p, akalar, xudo xolasa narx-navolar aytildi. Birinchisiga Buxoro laqabli ot bo'ldi. Libo qalinga solib tekshirib olaverasizlar, xudo xolasa. Javohir akaning telefon nomerlari bo'ladi. 40 40
40. Xudo xolasa ketdi mana. Ikkinchisiga navbat. Javohir aka soldat, bu soldat, ha? Bu soldat. Laqabi ham soldatmi? Yo, buni laqabi palvon buni. Ha. Ana jonivor ot ekan-a? Yurishini qarang, buni bosgan bosoqlarini. Buni bo'yi pastroq ekan-a? Buni bo'yi 1.55 plus so'ring. 1.55 plus. Lekin toza qora bayir bu. Naq qora bayir. O'zimizda tug'ilib, o'zimizda o'sgan. Ha. Atak bu unaqa boqib ham unaqa zo'r yemagan bu. Hozir 4 kilo yeb turibdi bu. Sovigan, kechagi kun ham bular polni uloqga borgan hamma otlar. Hozirgina orqa oldi qilib komplekt qilib ishlatasiz. Polni, hamma bu otni biladi o'sha. Orqada ham polni yuradi. Laqabi nima buni? Buni laqabi palvon buni. Ha, polvon, ha. Buni laqabi palvon. Otlarni ko'rib sal meni savollarim chalkashib ketib qolyapti aka. Mana otingizga ham gap yo'q ekan. Forma bichim zo'r kelgan ekan. Polvon, haqiqiy laqabi zo'r qo'yilgan ekan. Oyoq qo'llarini bitta ko'rsataman. Oyoq qo'llarida xudo xolasa defekt ko'rmadim. Oyoqlarda yo'q. Yo'q, ishiq-mishiq, bu tepish, tishlash shunaqa odatlari yo'q. Bemalol aka. Yuvoshligi yaxshi. Yo'q, yuvoshi mana bemalol aka. Atak mana turadi bari. Orqa yoqda taqa yo'q. Yo'q, orqasida yo'q taqa. Qarang, yoshi nechida bo'ldi buni aka? Yoshi bu yil 9 ga kiradi bu. 9 yashar, ha? 9 yashar. Rosa kuchga to'libdi-da. 9 yashar. Atak jilovi bu. Sal qarab bir jilov qoqdim. Bir jilovlatingchi. Hoppa. Yomon ketarkan-a? Ha. Taka deysiz ham aka, o'pshim. Gapi. Polvon, yoshi 9 yashar. Tagi o'zimizdan chiqqan bu ham? Tagi o'zimizda tug'ilib, o'zimizda katta bo'lgan ot. Mana mesni ot. Atak yo'qdan bu yoqdan kelmagan. Ot olib qochadi, ko'ryapsizmi? Taka deysiz ham tashab qutulasiz buni. Yana ketaman deyapti aka u. Aka bu ham sholiga libboy galaga solasiz, o'zi kirib boradi. Yakkaga ham? Mana ertaga kelsin, javob. Shuni soladi, kirmasa ot vazirat aka. Uyalib qolmayman-da endi falan joydan kelgandan keyin olaman deb. Men uyalib qolmayman. Shuni ot soladi, shuni kirib ketaveradi. Yakka uloq chopadigan joydagi Surxondaryo, Qashqadaryo, Urgut, Samarqand, Pastdarxon yakkani ulog'iga tushadigan ot xudo xolasa mana bugun Toshkent viloyati Soldatskiydan qo'yildi, Javohir akadan. Laqabini polvon deb so'rasiz. Yoshi 9 yashar. Ko'pchilik yakka chopadigan akalar asosan 6-7 yoshdagidan choptirasizlar. Mana sizlarga rosa kuchga to'lgan polvon laqabli ot. Xohlasangiz o'zimiz Toshkent, Vodiy, Samarqand, Jizzaxga orqaga mana. Endi buni sotadigan narsa otni o'zi deydi-yu. Ikkinchi masala narxi bo'ladi aka. Narxini nima deymiz? Narxi 4000 kami bor, yo'qni kelishamiz aka. 4000 dollar kami bor, ha? Agar eshitdinglar, ikkinchisiga polvon bo'ldi, narxi 4000 dollar. Otni bichim, formasi yoqqan bo'lsa bitta like bosib ketish esdan chiqmasin. Qancha joydan kelib sizlar uchun otlarning ma'lumotini olyapmiz. Xudo xolasa shu otimizni kimdir oladi, baraka topadi. Shu otlarni boqqan insonga ham katta rahmat. Biz 3-otga navbat beramiz, ha? Javohir aka bu 3-siga? Bu 3-siga. Hammasi to'g'ri ekanda sizda? Bir xil suratda ekan. 3-siga bo'yi sal balandroq o'xshadi-yu, ha? Bo'yi qancha chiqadi buni? Buni ham shu 55 plus so'ring. Xo'p, bu bunaqa chilla yem yemagan aka bu. Ha, yemga to'ymagan, ha? Yo'q. Yoshi ham yosh shekilli hali. Yoshi bu 7 yosh bu. 7 yashar. Zoti nima aka buni? Zoti qora bayir bu. Bu ham qora bayir. Bu ham qora bayir. Buni uloqlarda nima gap aka? Aka bu keladi, buni ham ko'rib oladi. Bu ham oldiga ham yuradi, taka bo'lsangiz ham ketadi, yetakka ham yuradi aka bu. Qochishlari yaxshi. Qochishlari zo'r aka, ketishlari, qochishlari, tarbiyasi zo'r otda aka. Xo'p, bo'yni 1.55 dedilar, yoshi 7 yashar. Forma bichim ko'rib turibsizlar. Oyoq qo'li sog'lom aka? Oyoq qo'li sog'lom hammasi. To'rda oyog'ida ham taqasi bor. Yuvoshligi qanaqa aka? Yuvosh aka. Oxirigacha? Yuvosh. Bu chillada boqilmagan bu aka. Bir bo'yniga qancha zardasini ko'rsatingchi, jilovlarni qoqib. Ketdi. Otlar toshda ham chopib berar ekan, ko'z tegmasin.
O'zi shunaqa universal bo'lishi kerak aka. Kelishini qarang, kelishini. Og'zi yumshoq ekan-a? Ha, og'zi yumshoq. Zardalari joyida ekan. Bu laqabini nima deb qo'ygansiz aka? Raketami? Ha. Laqabi raketa ekan. Aka tagi bo'lsa ham qorib ketadi. Aka ot mana bir yugurgandan keyin endi ochildi-da, qarang. Endi turmayapti o'rnida. Qizi bor. G'ayrati Atak bu baland ekan. chillada yem yemagan aka bu. Bu otni boqsang xudo xolisa yaxshi narsa bo'ladi. Buni narxini nima deymiz aka? Ha? 3,5 ming deyman buni. 3,5 ming. Kelishadigan joyi bo'ladi-a? Kelishiladigan joyi bo'ladi aka. Buni ham xohlasa erta uloq bor, uloqda sinab oladi aka. Xohlagan yig'inga solib ko'rsa bo'ladi. Solib ko'radi aka. Bo'ldi akalar, bugun Toshkent Soldatskidan 3 ta ot sotuvga qo'yildi. Xudo xolisa hammani cho'ntagi har xil, hammani didi har xil. Qaysi ot kimga yoqqan bo'lsa, bemalol telefon qilib savdolashishingiz mumkin. 40 telefon nomerlar ekranda bo'ladi. Javohir aka, savdolar barakali bo'lsin aka. Mayli aka. Xudo xolisa, yaxshi kunlarda ko'rishaylik, otlarni bir yaxshi chiroyli narxda sotib olish sizga ham nasib qilsin aka. Rahmat aka. Bizni kuzatganingiz uchun rahmat, salomat bo'lasizlar. Sog' bo'ling aka.